22 oktyabr 2025 yilda Milliy TV kanalida Chimildiq ko'rmagan kapalak. 5 kunlik dunyo serialining 8-qismi namoyish etiladi. Bu qism his-tuyg'ularga boy va kutilmagan burilishlar bilan to'la bo'lib, qahramonlarning taqdirini, ichki kechinmalarini va murakkab munosabatlarini ochib beradi. Serial dramani va engil lahzalarni ajoyib uyg'unlashtiradi, tomoshani bir vaqtning o'zida hissiyotli va qiziqarli qiladi. Rejissyor va ssenariy mualliflarining mahorati alohida e'tiborni tortadi, har bir sahnada chuqur mazmunni his qilasiz. Aktyorlar tarkibi tabiiy o'yinlari bilan tomoshabinlarni har bir qahramon bilan hamdardlikka chorlaydi. Tomoshabinlar yana do'stlik, muhabbat va oilaviy qadriyatlar bilan shaxsiy dramalarni va qiyinchiliklarni uyg'unlashtirgan dunyoga sho'ng'iy oladilar. Bu qism muxlislar uchun navbatdagi yorqin voqea bo'lib xizmat qiladi. Sifatli sahnalash, hissiy chuqurlik va qahramonlarning samimiy kechinmalarini namoyish etadi. Chimildiq ko'rmagan kapalak. 5 kunlik dunyo tomoshabinlarni ajablantirishni davom ettiradi va ko'ngilda uzoq vaqt qoladigan his-tuyg'ularni beradi.